Yo'qolib qolibdi, tovaringiz hali kelmadi degan xabarlar eshitish yoqmasa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Hammaga assalomu alaykum, qandaysizlar qadrdonlar, yaxshimisizlar? Bu video sizlarga aniq manfaatli bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu videoda nimalar haqida gaplashamiz? Birinchi o'rinda Xitoydan zakaz qilish bo'yicha umumiy ba'zi tushunchalarni sizlar bilan gaplashamiz. Undan tashqari bu yerga ko'pchilik tovar yo'qolib yoki tovar yo'qolishidan qo'rqqanlar bu videoni aniq ko'rish kerak. Chunki sizga Tovaringiz yo'qolib qolibdi, tovaringiz hali kelmadi degan xabarlar eshitish yoqmasa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Xitoydan zakaz qilishni ba'zi bilimlarga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda sizda xohish va harakat bo'lishi shart. Ikkinchi o'rinda siz masalan til bilish muammo deb o'ylaydigan bo'lsangiz, Xitoy programmalarining ko'pi Xitoy tilida bo'lib, hozir 21-asr. Siz Xitoy tilini bilishingiz yoki bilmashingiz telefon uchun muhim emas. Anchadan beri bor, Google Translate bor, Google tarjimon bor, boyaga ChatGPT bor. Xohlaganingizcha sizga tarjima qilib beradi. Undan tashqari har xil yo'llari ham bor. Lekin ilovani qanaqadir tilga yoki o'zbek yoki ingliz yoki rus tiliga o'zgartirib bo'lmaydi, lekin boshqacha yo'llar bilan bemalol tarjima qilsangiz bo'ladi. Hozir 21-asr, unaqa qiyin muammo emas. Endi keladigan bo'lsak, to'lov tizimiga. Xitoydan zakaz qilish uchun Visa yoki Mastercard kerak bo'ladi. Ularni xohlagan banklardan borib olsanglar bo'ladi. 16 yoshdan boshlab karta, plastik karta beradi. Visa yoki Mastercard o'tadi. Boshqa oddiy UzCard, Humo kartalar o'tmaydi. Zakaz qilishda siz agar 18 yoshga to'lmagan bo'lsangiz yoki pasportingiz bo'lmasa 16 yoshlik, uydagilaringizdan bemalol yordam so'rashingiz mumkin. Agar siz 18 yoshdan o'tgan bo'lsangiz, bemalol bankka borib 30 yoki 50 ming atrofida Visa karta olsangiz, o'zingizga umrbodga qoladi. To'lov tizimini gaplashdik. Humo yoki Visa karta umuman bo'lmaydi. Ikkinchi o'rinda sizga pasport kerakmi yoki yo'q? To'g'risi, lekin manzil olish uchun, manzil kiritish uchun sizga pasport kerak, lekin uydagilaringizdan любой bitta 18 yoshdan oshgan pasport bilan foydalansangiz bo'ladi. U hech qanaqa sizga muammo bo'lmaydi, uydagilaringizga muammo bo'lmaydi. Agar siz 18 yoshdan oshgan bo'lsangiz, bemalol o'zingiz pasportingizni kirgizib qilaversangiz bo'ladi. Unaqa muammo emas pasport. Endi tovar zakaz qilishning tovaringiz qanaqa etaplardan o'tadi? Tovaringiz birinchi o'rinda Xitoydagi manzilga boradi, keyin esa u yerda saytirovka bo'lib O'zbekistonga jo'natilinadi. O'zbekistondan keyin sizning qo'lingizga keladi. Kargochilar sistemasi shunaqa, shuning uchun salgina vaqt oladi. Tovarni zakaz qilayotganingizda 3 ta xatoni, 3 ta yoki 4 ta xatoni sizlarga aytaman. Bu xatolarni takrorlamasanglar, sizlarning tovaringlar to'g'ri qo'lingizga keladi, sifatli va yaxshi, yo'qolib qolmagan holatda. Birinchisi, tovarni sifatiga va sotuvchini ishonchli yoki ishonchli emasligiga 100% amin bo'lishingiz kerak. Ularning hammasini birin-ketin ko'rib chiqib, tovarning sifatli yoki sifatsizligini ko'rib chiqishingiz kerak. Chunki prosta kargochini ayblab qolishingiz ham mumkin. Chunki masalan, siz tovar olgansiz, lekin u tovar sotadigan sotuvchi mashinik deb hisoblasak, mashinik kargochiga tovarni jo'natmasa, ular ham olib kelmaydi. Birinchi o'rtada kargochi mashinik bo'lib qolmasligi uchun, shuning uchun tovarlarni tekshirishingiz kerak. Ikkinchisi, mashinik kargochilar ham bor. Tovaringlarni yoki uzoq muddatda olib keladi yoki umuman olib kelmaydi, yoki sizlardan kargo pulini undiradani, tovaringlar prosta yo'q bo'ladi yoki o'sha qayerdadir yotgan bo'ladi. Mashiniklardan qanaqa qilib saqlanamiz deydigan bo'lsanglar, ularning danilari ko'proq bo'lgani yaxshi, lokatsiyasi, nomeri, ofisi bo'lgani yaxshi va ular unaqa juda ko'p emas, lekin ishonchliligini aniqlab olganingiz yaxshi, tovaringiz yo'qolib yoki biron joyda qolib ketmasligi uchun. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, eng asosiysi, tovaringiz no ID yoki tovaringiz yo'qolib qolishini oldini olish uchun, birinchi o'rinda ID manzil degani, ID bu sizning ismingiz deb oladigan bo'lsangiz, lekin ismni kirgizmaydi. ID manzil deb oladigan bo'lsak, manzil esa Xitoydagi kargochilarning manzili. Birinchi o'rinda boya aytganimdek, birinchi o'rinda Xitoy manziliga boradi, keyin O'zbekistonga, keyin sizlarga keladi. Shuning uchun manzilni to'g'ri kiritmasanglar, u tovaringlar boshqani manziliga boradi, u tovaringlar prosta musorga chiqadi, tovaringlar umuman kelmaydi. Manzil noto'g'ri bo'lsa yoki manzildagi ID noto'g'ri bo'lsa, sizlarning tovaringlar boshqaga o'tib ketishi yoki umuman tovaringlarni ancha muddat qidirib yo'qotib qo'yishinglar mumkin. Shu 3 ta xatoni qilmasanglar, sizlar tovaringlarni eson-omon qo'lingizga olasizlar. Sifatini tekshiringlar, kargochini tekshiringlar, manzilni tekshiringlar, hisob. Boshqa xatolar deyarli bo'lmaydi. Ayniqsa Visa karta kirgizayotganingizda ham tovar Visa kartaning ichidagi pul ozgina ko'p bo'lsa yaxshi bo'ladi. Videoning oxirida hosilaga ID manzil kirgizishni, kargo haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Ungacha sizga, agar siz Xitoydan zakaz qilishni bilmasangiz, zakaz qilish o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana Xitoydan zakaz qilish, ya'ni Xitoy kursiga qo'shilib o'rganishingiz mumkin. Uning ichida Pinduoduo, Taobao va Temu programmalari noldan to'liq o'rgatiladi. Bu 3 ta programmani anchagina arzon va chegirma holatda xarid qilishingiz mumkin. Bu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun. Pastda sizga o'zimni lichkamni qoldiraman va o'quvchi fikrlari ham juda ko'p. O'quvchi fikrlari uchun Rabbiychani aktiv kanalini ko'rasiz. O'quvchi fikrlari ham juda zo'r. Undan tashqari tovar zakaz qilish unaqa qiyin emas. 1-2 kun ichida bemalol o'rganib, shunday zakaz qilaversangiz bo'ladi. Qo'rqmang.
va men bilan birga o'rgansiz bemalol hamma savollaringizga javob ola olasiz va men bilan o'zim bilan muloqot qila olasiz. Hozir sizga kargo manzili haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Kargoga keladigan bo'lsak, kargo bu yetkazib berish xizmati. Boya ham ozgina aytib o'tib ketdim. Kargo to'g'ri tanlashingiz kerak. Men sizga tavsiya beradiganim 2-7 kunda olib keladigan Force Cargo'ni tavsiya beraman. O'zi ham Instagramda bir oydan ziyoddan beri chiqarib kelyapman. Ularga bemalol ishonsanglar bo'ladi. Ularning Telegram kanallari va Telegram dichkalarini yozib qoldiraman. Telegram boyagi adminlariga yozsanglar, Rapinchino'ni o'quvchisiman yoki Rapinchino videosidan ko'rdim, menga ID manzil bering deb yozsanglar, sizlarga yana ma'lumot beradi. Pasportlaringizni, nomerlaringizni, manzilinglarni tashlab qo'ysanglar, siraz ID manzil beradi. Agar zakaz qilaverasiz. Agar zakaz qilishni bilmasangiz, Xitoy kursiga qo'shilsangiz bo'ladi. Bu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Reaksiya bosib qo'ying va sizdan qo'llab-quvvatlash kutaman.